Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari, bizni uzoqdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz, do'stu birodarlarimiz. Hurmatli obunachilar, bugungi sizlarga xudo xolasa 6 bosh bo'lgan yangi partiyadagi boqma buqolamiz kelgan. Xudo xolasa bular sizlarga chiroyli video qilib beramiz degan umiddamiz. Sizlar kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolasa biz video chiqarishda to'xtamaymiz akalar. Arzonli va sifatli, garantiyali mollarni chiqarishdan to'xtamaymiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Azamat Uz kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Bo'lmasam videoni cho'zmasdan mollarni bir bosh sekindan tanishtirib o'tib ketaveramiz, hurmatli aka-ukalar. Nargis sotilgan molimiz. Mana birinchisi ko'rib turibsizlar akalar. Bo'ylari 1.15 atrofida kelaveradi. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar bobo qishlog'ida akalar. Uzr so'raymiz endi. Videoda kamchiliklar bo'lib turadi. Xudo xolasa bo'ylari 1.15, oyoqlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Orqa ko'rinishlari zo'r, ponchik buqa, ponchik. Pitbull deydi itlari shu. Mana orqa ko'rinishlar 4 son boqaman degan akalarimiz uchun oldi ham orqa ham bir xil ketadigan boqma buqa, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa yeb ichishga sog'lig'iga garantiya beriladi. Oq quloq, oq tumshuq so'ragan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa men oldingilarga bitta e'tibor qilasizlar. Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Telefon qilsalar ishlaring bitadi, hurmatli aka-ukalar. Mollarni yeb ishlari, sog'liqlarini xudo xolasa telefon qilasizlar, Telegramdan chiroyli qilib sizlarga video qilib beramiz. Libboy narsani beramiz. Uka mashina ber, mashina yegizdir. Molga desalar, xudo xolasa yegizdirib chiroyli qilib beramiz. Mana ikkita ola buqamiz bor. Yemga tayyor, bemalol olib, shu olib borib yemlab, hozirdan shu olib borib yemni beradigan paytiga kelgan mollar, hurmatli aka-ukalar. Bittasini kuragi bor, bunisiniki yo'q. Bunisi yosh, yaltillab turgan, dalada yurgan. Bunisi chicha yem yeb turgan, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa mana tuyoqlariga ham e'tibor berasizlar, unaqa o'sib, bachkana bo'lib ketmagan bu. Molni maqtash kerak yo'q, o'zlaring ko'rib turibsizlar, arzon bo'lsa like bosasizlar, bo'lmasam yo'q, qo'l mana qo'l sizlarni qo'llaring. Xudo xolasa like bosishim sizlarni qo'llaringlar, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa bularning narxiga keladigan bo'lsa 21,5 million so'mga Namangan bo'ylab dastavkasi ichida yetkazib beriladi. Telefon qilsalaring chiroyli qilib ikkalasiga o'tib beradi aka-ukalar. Mollarimiz kelyapti, sotilyapti, hatto davomida 30-40 ta mollar sotilib ketyapti aka-ukalar. Ikkinchisiga e'tibor berasizlar. Oyoq qo'llari ham uzun, orqa ko'rinishlari kelishgan. Menga uka molingni ko'pirtirib maqtaverasan, boshqa deyishlaring, lekin buqalar maqtashga arzigulik buqalar, hurmatli aka-ukalar. Narxi ham qulay. 1.20 pilis bo'ylari 21,5 million so'mdan Namangan bo'ylab dastavkasi ichida yetkazib beriladi. Ikkalasini 43 million so'mga chiroyli qilib o'tib beriladi aka-ukalar. Molni ham ko'rib turibsizlar o'zlari. 43 million so'mga 1.20 pilis bo'ylari, nargisi 1.25 atrofida chiqaveradi. Xo'p, mayda ikkita suyaklisini olaman degan aka-ukalarimiz uchun 1.25 atrofida bo'ylari chiqaveradi. Mana shu suyak mana unga bor. Korpusga, mana shu korpusga xudo xolasa mana shu 7 kirgizib qo'ysalaring, mana shu 7, mana shu korpusga kirgizib qo'ysalaring, xudo xolasa mol 25 million, 27 million so'mga indamay sotaverasizlar. 1.25 bo'ylari mana. Oyoq qo'llari ham shu yemga tayyor bo'lib turibdi. Mana shu 7 bunga kirgizsalaring, hurmatli aka-ukalar. Xo'p, xudo xolasa olib boqadigan joydan. Xo'p, ikkalasini ham 21,5 million so'mga Namangan bo'ylab dastavkasi ichida yetkazib beriladi. Bu yerdan birisi ham o'zgacha boqaman. 21,5 million so'm. Mana edi bitta aka-ukalar. O'tgan safargi partiyamizda qolgan molimiz qolmagan, aniqrog'i ozgina kelishmovchilik tufayli. Xo'p. Bozorimiz o'tib qoldi, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa bu molimiz akamiz boshida baraka bo'ldi. Boshida baraka bo'lib, baraka qilishdi. Keyin uka pulim yetmay qoldi deyishdi. Ko'p aka-ukalarimiz bunga telefon qilishdi, so'rashdi. Birinchi telefon qilgan odam mashina so'radi. Aynan mashina. Biz sotildi dedik, bir burchakka baylab qo'ydik. Akamiz keyin hamma molimiz tugagandan keyin aytdilar-ki, uka pulim yetmay qoldi dedilar. Bo'ldi aka dedikda, mol baylab mana boshqachadan video qilyapsiz akalar. 22,5 million so'mga Namangan bo'ylab dastavkasi yetkazib beriladi. Chiroyli qilib o'tib beriladi. Telefon qilgan aka-ukalarimiz uchun bo'yi 1.20 atrofida chiqaradi. Xo'p, oldingi qismlarga bitta ko'rsatib o'tib ketamiz.
Hop, hurmatli obunachilar, bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlarga foydali va manfaatli video qildim degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana shu tugmachani bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Bugun sizlar bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langarbobo qishlog'ida bo'ldik. Hafta kuniga yakshanba, hurmatli obunachilar, barchangizga bugungi kun xayrli o'tsin.